Tasavvur qiling, siz tunda yotibsiz, telefoningizni oldingiz, ekran yorishdi. Ko'zingizga yoqimli sovuq rang yurildi va miyangiz xotirjamlik his qildi. Lekin siz o'ylamaysizki, aynan shu rang, ko'k rang bir paytlar insoniyat uchun imkonsiz narsa bo'lgan. Chunki ming yillar davomida odamlar olovni yoqa oldi, metallni erita oldi, atomni parchala oldi. Lekin haqiqiy ko'k yorug'likni boshqara olmadi. G'alati tuyuladi, to'g'rimi? Lekin shu joyda biz keskin burilish qilamiz. Bu video telefon, ekran yoki ranglar haqida emas. Bu hikoya bir odam haqida. Shuji Nakamura. U dunyoni yoritib yuborgan odam. 20-asr oxirigacha lampochkalar sariq edi, yashil edi, qizg'ish edi, lekin ko'k emas. Chunki ko'k diod yaratish bu fizikaning eng murakkab muammolaridan biri. Olimlar buni bilishardi va ko'pchilik bu masalani yopilgan deb hisoblardi. Sababi ko'k yorug'likni ishlab chiqarish uchun kerak bo'lgan materiallar yoki beqaror edi, yoki qimmat edi, yoki umuman ishlamasdi. Va yirik korporatsiyalar bu g'oyani tashlab yuborgan. Lekin Shuji Nakamura oddiy yapon muhandisi kichik Niche kompaniyasida ishlagan. U Tokyo, Harvard yoki MIT'da emas, hech kim tanimaydigan bir laboratoriyada ishlardi. Va eng qiziq tomoni shundaki, unga hech kim ishonmasdi. Kompaniya rahbariyati unga katta pul bermagan, zamonaviy uskunalar ham bermagan, hatto buni qilma, iloji yo'q ham deb aytishgan. Lekin Nakamura ko'k diod bo'lishi kerak deb o'ylardi, chunki u bitta dahshatli, kuchli narsani bilar edi. Agar biz ko'k yorug'likni boshqara olsak, biz oq yorug'likni yaratamiz. Zamonaviy dunyoning asosi telefonlar, energiya tejashi, ekranlar, monitorlar, LED lampalar, xullas butun raqamli hayot. Ammo o'sha paytda bu bor yo'g'i bir g'oya edi. Nakamura yillar davomida deyarli yolg'iz ishladi. Tajribalar muvaffaqiyatsiz tugadi, kristallar yorildi, reaktorlar ishlamadi, uskunalarni o'zi tuzatdi. U ilmni romantika emas, azob orqali oldi. Tunlar, uyqusizlik, bosim va nihoyat 1990-yilda u galliy nitrit asosida haqiqiy ko'k ledni yaratdi. Bu nafaqat ko'k rang edi, bu yorqin, sanoatda ishlatish mumkin bo'lgan ko'k diod edi. Va shu lahzadan so'ng dunyo sekin-sekin lekin qaytmas tarzda o'zgardi. Chunki ko'k led paydo bo'lishi bilan oq led yaraldi. Oq led esa energiya inqilobi degani. Eski lampochkalar energiyaning 90%ni issiqlikka aylantirardi. LED esa deyarli hammasini yorug'likka aylantirdi. Natijada shaharlar kamroq elektr yeya boshladi. Uylar arzonroq yoritildi. Ekologiya yengil tortdi, lekin eng achchiq haqiqat shu yerda. Nakamura bu kashfiyotidan deyarli hech narsa olmadi. U ishlagan Niche kompaniyasi milliardlab dollar foyda qildi. LED chiroqlar bozorni egalladi. Nakamura esa deyarli hech narsa olmadi. Va bu yerda ilmiy drama boshlandi. U sudga berdi, u adolat talab qildi. Ammo uncha natija ko'rmadi. Bu Yaponiyada kam uchraydigan holat. Olim kompaniyaga qarshi chiqdi va u oxir-oqibat qisman yutdi, lekin asosiy yutug'i bu pul emas, tarix edi. 2014-yilda Shuji Nakamura va nihoyat Nobel premiyasini oldi va ko'k led asoschisiga aylandi. Va bunga 24 yil umri ketdi. Bu mukofot faqatgina diod uchun emas, balki butun insoniyatning tun ustida yutgan g'alabasi edi. Chunki bugun siz kechasi ko'chada yursangiz, telefondan foydalansangiz, monitor oldida o'tirsangiz, hatto jarrohlik xonasidagi yorug'likni ko'rsangiz, bilingki, bu bitta odamning sen qila olmaysan, mumkin emas degan gapiga ishonmasligini natijasi edi. Nega telefon ekrani miyamizga ta'sir qiladi? Nega ko'k rang bizni uyqudan xalos qiladi? Chunki ko'k rang bu bizning biologik soatimizga ta'sir qiluvchi rang. U miyamizga kun degan signal yuboradi va shuning uchun shifokorlar ham kechasi ko'k rangli yorug'likdan ehtiyot bo'lishni so'raydi. Yana bitta katta ilmiy kashfiyot nafaqat texnologiyalar, balki uyqumizni, rejimni va butun sivilizatsiya ishlash vaqtini o'zgartirdi. Va eng epik xulosa shuki, odamlar tarixda dunyoning bomba, qurollar va har xil narsalar bilan o'zgartirgan bo'lsa, Shuji Nakamura dunyoni bor yo'g'i bitta ko'k rang bilan o'zgartirdi. Va agar siz hozir atrofga qarab ko'k rangli yorug'likni ko'rsangiz, bilingki, bu rang bir paytlar imkonsiz edi va buni imkonga aylantirgan odam Shuji Nakamura. Sizlar bilan tahiyot, siz Topuz kanalida edingiz. Keyingi sonlarda ko'rishguncha videoga like bosing, obuna bo'ling. Xayr. Shuning uchun o'tirmanglar, ishlaylar.